Bugungi kunda ba'zi bir aka, ba'zi bir holatlarda ukaga qanaqadir Alloh imkoniyat beryapti, ishlari yuryapti, yaxshi, tuzuk, yo akasi yo ukasi ishi yurmayapti, yo nimadir holat, yo kasal, yo nimadir. Nima emish? Qachongacha qilaman? O'lguningcha qilasan. Qilasan. Chunki sen долженsan. Sen majbursan. Chunki Robbing aytdi buni. Qil, beradi. Saxovat bobida aytganimizda aytdiki, hadis har tongda 2 farishta tushadi, o'zi farishta ko'p tushadi. Imina shu ish uchun alohida 2 ta farishta tushadi. Biri aytadi: "Ey Alloh, berganga ber." Ikkinchisi aytadi: "Ey Alloh, bermaganga talofat berdirgin." Ey pishiqlar, ayniqsa bugungi bobimiz bo'lgan yaqin urug'iga, yaqin aka, uka, opa, singillariga pishiqlar bilib oling. Ikki farishtani duosi ijobat bo'lgan. Ikki farishtaning duosi aniq ijobat. Berganga ber deyaptimi? Bu ijobat bo'lgan. Bermaganga talofat ber deyapti. Ketadi molingiz. Mol degani boqadigan molni aytmayapman. Arablarda mulkni mal deydi. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya deydi Alloh Qur'onda. Al-mal bu degani qiymatga ega bo'lgan narsiz. Val banun farzandlar.